Assalamu alaikum aziz ataxallar, müenise anaxallar. Sizler bilen özümün 70'ten keyingi hayat YouTube kanalımda uçuraşıp turganimdan bagayat xursandman. Bugün biz sizler bilen juda qiziqarli safarga chiqamiz. Bugün biz siz bilen Şahımardanda bolamız. Şahımardanın güzel saylarını tamaşa qılamiz, təbiətini tamaşa qılamiz. Şahımardandan Qırğızistan Respublikasıga ötüp 2000 metr balandlikdə tağlar arasında joylashgan Qurbanko'l ko'liga boramiz va unda kemada sayr qilamiz. Tayyormisiz qiziqarli manzaralarni ko'rishga? Agar siz tayyor bo'lsangiz boshladik. Mana ko'l. Mana magazin. Ko'l. Mana peyzaj, природа. Mana mening o'zim. Hi everybody. How are you? I am fine. Bunu hem toplayın o. Erkin. Mana bu Erkinjon bu, Erkinjon. Mirvasıl. Bu men. Bu Qurbanko'l. Oldu. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana videolarda uchrashgunimizcha sog' omon bo'ling. O'zingizni asrang.